Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, yurtdoshlarimiz. Mana bugungi ko'rsatadigan natural maydonimiz, yerimiz 31 sotixdan iborat bo'lib, bu Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani markazida bo'ladi. Buni asosiy yo'ldan 50 metr ichkariga kiriladi. Oqqo'rg'on sentridagi bozorga 400 metr, bet sanoat maydoni bet. Prom zona deyiladimi? Prom zona hisoblanadi. Natural joyimiz. Mana bismillahirrohmanirrohim deb mana kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kirishimiz bilan fasad qismi eniga mana 15 metr. Bu tomon bu devordan bu devorga 15 metr fasad qismi. Mana kirib kelamiz. Bu yerda kadastr xat hujjatlarida muammo yo'q. Mana angarning ichiga kiramiz. Angarimizda umumiy maydoni 4 sotixdan iborat mana angarning ichi. Eniga 10 metr, uzunligi 40 metr. Bu yerda tadbirkor akalarimiz olib, nimadir bu yerda sklad qilib qo'ysalar bo'ladi, xolodilnik nimadir qilsa. Mana bozorga 400 metr masofa, Oqqo'rg'on markazidagi bozorga ovush nimadir bilan ta'minlab tursangiz bo'ladi mana shu yerda. Mana shlaka blok qo'yadigan sex qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Tashqarisini. Bu mishalkamiz ham qoladi. Bu shlaka qo'yadigan mishalka. Bu ham o'sha savdoning ichida qoladi. Men aytgancha, buni boshlang'ich narxini 31 sotixni boshlang'ich narxini obyekt egalari 160 ming AQSh dollari deb aytishdi. Yana azmuncha kelishadigan joyi bor. Bu xonasi. Qorovul xonami. Shunday ekan. Suv, vodoprovod suvi bor. Yana yopib qo'yganga o'xshaydi. Nasos. Mana boya kirib kelgan darvozamizdan mana shu yerdan kirib keladi. Bu tashqari maydoni bu. Mana devordan ko'rib turgan beton devoringizdan bu tomongacha umumiy maydoni 31 sotix. Mana nimadir qilib mana shu yerda shlaka blok qo'ydirasizmi? Bu natural maydon bo'lgan ekan, kelajakda xudo xolasa nasib qilsa turar joy qilib qo'yasizmi? Bu tomonlarda natural bo'lgan ekan bu. Bu egalari keyin turar joy qilib uylar qurib sotuvga qo'yilgan bu taraflari. Mana 31 sotiximizni maydonimizni mana chegara qismi. Mana shu shlaka blokdan burchidan keladi. Mana buni burchiga to'g'ri kelar ekan. Mana shu yerdan buyog'i 31 sotix umumiy maydoni. Mana angar ichida qoladi. Angar ham shu yer hisobida sotilib ketyapti mana.